Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetli görürmenler. İstiklal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Şarkı Türkistan'a berip qaytgan Uyg'urning bayonlari ichinishliq vaziyatni oshkorladi. Yaqinda Sharqiy Turkistonga berib qaytib kelgan bir Uyg'urning ovozi ijtimoiy aloqa vositalarida ko'plab tarqalgan bo'lib, u vatan ziyoratida ko'rganlarini his qilganlarini do'stiga bayon qilgan. Mazkur Uyg'urning kimligi noma'lum bo'lib, so'zlaridan uning burun Sharqiy Turkistonda o'qituvchilik qilgan bir pensioner ekanligini bilgili bo'ladi ekan. U yaqinda vatanga qaytib bir necha oy turganligini aytib, bu jarayondagi his tuyg'ularni xuddi bir gelimni bo'g'olgandek, ko'zimni to'sib olgandek, quloqimni etib olgandek degan iboralar bilan sifatlagan. U Urumchidagi Uyg'ur restoranlarining hashamatlik bo'lsa-mu, Uyg'ur puruqini butunlay yo'qotganligini, milliy uslubda silingan qurilishlarning chiqib o'tilganligini, ko'chalarda Uyg'urcha xatlarni uchratqili bo'lmaydiganligini, Uyg'ur tilidagi nashriyatchilikning butunlay o'lganligini, millatparvar, vijdonliq, bilimli shaxslarning ko'zdan yo'qotilayotganligini, hayot qolganlarining turmada ekanligini ichingan holda tilga olgan. Mazkur Uyg'urning oshkorlashicha, u mayli qaysi joyga bormasin, kishilar uningga ortiqcha so'z qilmaslikni ishorat qilib turgan. Ko'chadagi kishilarmo bir-biriga salom qilishdan, paranglashishdan o'zini qochiradi ekan. İdara organlarining atrofiga to'siq, birovniklar qo'yilib, askarlar soqchilar tarafidan qattiq kontrol qilindi ekan. U Urumchida yanala Uyg'urlarni ko'rgili bo'lganligini, ammo ko'chada ketayotgan kishilarning xuddi jini yo'q, ruhi yo'q, fikri yo'q kulangilarga o'xshaydiganligini, bu ko'rinishlar cho'chaklarni asildadiganligini aytgan. Urumchida mengayotgan Uyg'urlarni ko'rma, lekin ashlarning hammasi xuddi jini yo'q, jismi yo'q, ruhi yo'q, bir xil kulangilardek ko'rindi menga. Ustiga kiyim kiygan, mengayotgan, tomoq yeyotgan, ammo kallasida hech qanday fikr yo'q, yuragida hech qanday bir yetim yo'q. Ish qilib bir mengayotgan, hikoya cho'chaklarda anglagan, ashunaq bir ruhlar bo'lgan, shuning o'xshash odamlarga. Bu ovoz hujjati qisqa vaqt ichida WhatsApp qatorliq ijtimoiy aloqa vositalarida ko'plab tarqalib, vatanning navbatdagi vaziyatini bilishga qiziqayotgan muhojiratdagi Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'adi. Mazkur Uyg'urning bayonlari Sharqiy Turkistondagi ichinishliq vaziyatni ma'lum darajada yo'ritib bergan bo'lib, real ahvolning bu bayonlardan necha hassa og'ir ekanligini faraz qilish tas emas. Xitoy yaqinqi mezgillarda Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini yangicha vosita va usullari bilan ijro qilayotgan bo'lib, oz bir qism tanlangan Uyg'urlarning chet elga chiqishiga ruxsat qilish, yana oz bir qism Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonga qaytishiga ruxsat qilishdek yangicha hiyla-mikr bilan jinoyatlarni pardozlashga urinmoqda. Analistlar, mutaxassislar, o'limalar navbatdagi vaziyatda vatanga qaytishning amaliyotda Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirish, Sharqiy Turkistonda hech ish bo'lmagandek bir soxta ko'rinishni o'ttirg'a chiqarish urinishlariga hassa qo'shish bo'lganligini ta'kidlamoqda. Xitoyning nupus krizisi bu yilmi davomlashmoqda. Xitoy turlik vositalarni qo'llanib, nupusning oziyishi va qiyinlik nisbatining zo'rayishidan iborat krizisini hal qilishga urinayotgan bo'lsa-mu, oldingi faslda Xitoylarning to'y qilish nisbati tixmo tuvanlagan. Xitoy xalq ishlari ministrligi bu yilgi tunji fasllik statistika uchurlarini e'lon qilgan bo'lib, oldingi faslda Xitoyda to'y qilishga tizimlatganlar 1,810,000 bo'lgan. Bu bulturga o'xshash mezgildagidan 159,000 ozayib ketgan. Ajrashganlar bo'lsa o'xshash mezgildagidan 57,000 ko'paygan. Halbuki 2024-yili Xitoyda to'y qilishga tizimlatganlarning soni 45 yildan buyongi eng zo'r oziyish nisbatini yaratgan bo'lib, bu yil tunji faslda ahvol bulturqidanmi nachar bo'lgan. Xitoy navbatda nupus krizisini hal qilish uchun turli yordam, ta'minotlar orqali Xitoylarni baldir to'y qilishga, baldir farzandlik bo'lishga, ko'p farzandlik bo'lishga tashviq qilmoqda. Şunun bilan birga Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar boshliq Turkiy xalqlarining nupusini cheklash
tug'mas qilish jinoyatini davomlashtirmoqda. Rossiya Ukraina masalasida kelishim hosil qilishga tayyorligini bildirdi. Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov payshanba kuni so'z qilib, Moskvaning Ukrainada davomlashtirayotgan urushga munosabatlik bir kelishim hosil qilishga tayyor ekanligini aytdi. Lavrovning bu so'zi Amerika prezidenti Donald Trumpning Rossiya prezidenti Vladimir Putinning hujumlarni to'xtatishga chaqirishidan keyin o'tirg'i chiqdi. Lavrov CBS kanaliga bergan suhbatida biz kelishim hosil qilishga tayyormiz, ammo hali ham inchga tangshash ilib berishga tegishli ba'zi alohida nuqtalar bor. Hozir shular bilan mashg'ul bo'lyapmiz degan. Trumpning alohida vakili Steve Witkoffning juma kuni Rossiyaga berib, Putin bilan urush to'xtatish suhbati o'tkazilishi kutilayotgan bo'lib, Lavrov suhbat jarayonining to'g'ri yo'nalishida ketayotganligini va Amerika bilan muzokaralarning davomlashayotganligini bildirgan. Taraf payshanba kuni atiganda Kiyevda kam deganda 12 kishining hayotidan ayrilishini keltirib chiqargan boshqarilgan bomba va uchqusiz havo apparati hujumlaridan keyin Putinga bevosita urush to'xtatish chaqirig'i qilgan. U ijtimoiy taratqulardagi adresida uchur ham baharlab, Rossiyaning hujumlaridan rozi emasman. Bu hujumlar keraksiz hamda vaqtma intayin nomuvaffaq, Vladimir to'xta degan. Taraf muxbirlarning Rossiyaning urushni oxirlashtirish suhbatida qaysi masalalarda yo'l qo'ydiganligi to'g'risidagi savoliga javob berib, butun davlatni elishdan voz kechish xeyli zo'r bir yo'l qo'yish degan. Pokiston va Hindiston askarlari Kashmirda bir-biriga o'q chiqardi. Ko'p sonliqni musulmonlar tashkil qilgan Hindistonning boshqarishida bo'lgan Kashmirda qurolli kishilarning yarim asrdan buyongi fuqarolarga qarshi ilib borgan eng chong hujumidan keyin Hindistonning Pokistonni chegara halqagan terrorlikni qo'lladi deb ayblashi sababidan ikki davlat o'rtasidagi jiddiychilik keskinlashib ketdi. Aloqador tarmoqlarning juma kuni e'lon qilgan bayonotida bildirilishicha, Kashmirda yuz bergan va fuqarolarning jiniga zomin bo'lgan shiddatli to'qinishdan keyin Birleşken Devletler Teşkilatı qo'shni raqib davlatlarni odatdan tashqari darajada so'g'uqqan bo'lishga chaqirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın chaqirig'idan keyin Pokiston va Hindiston qismlari Kashmirdagi talash-tortishlik kontrol siziqini bo'ylab tun bo'yi bir-biriga o'q chiqargan. Pokiston hujum bilan munosabatining borlig'ini qat'iy rad qilgan bo'lib, Pokistonni Pahalgam hujumi bilan chetishligi borda ko'rsatish urinishi bema'nilik deb atagan va Hindistonning har qanday shakldagi harakatiga javob qaytarganligini bildirgan. Yaqinqi haftalarda Modi hukumatining musulmonlar tashkilotlariga ularning kitoblari va maktablarga qaratgan bostirish harakatlari rayon xalqining qattiq noroziligini qo'zg'agan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.